Assalomu alaykum bizlarni kuzatuvchi do'stlar. Bugungi temamizning nomi "Qizim senga gapiryapman, kelinim sen eshit". Ustoz tiliga aytganda, ustozlarimizdan o'rganganman. Shogirdim sen eshit deb nomlanadi va ketdik. Mana kafilchiklar sanuzullarga mana shunday qilib idealni qilib qirvishkiradi, teradi. Undan keyin natijnoychi keladi. Natijnoyda urgan vaqtida kezida installyatsiyani ustiga oyog'ini qo'ygan qirvishka radisga ili kazyol tep ketgan qirvishka radisga yoqda natijnoychi bilan kafilchik urushib yotibdi. Bu vizib kafilchiklarga bo'ladi. O'zingizda qadringizga yetmagandan keyin, o'zingizda ishingizda qadriga yetmagandan keyin birov yetadimi? O'sha uchun paxm o'zingizda bo'lmagandan keyin birovlar bilan janjal qilish foydasi yo'q. Mana shunday qilib qo'ysalaringiz nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga layfak. Mana musurdani tovib kelsangiz ham bo'ladi, mana kepsakardon. Kimga shunaqa kafil xizmatlari kerak bo'lsa, eslicha aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan Urgutlik Usta Bahrom bo'ldi. Salomat bo'lasizlar.